Ahd sandig'i Alloh va Bani Isroil o'rtasidagi ahdning ramzi bo'lib, unda 10 ta buyruq va amrlar yozilgan lavhalar saqlanadi. Ya'ni haqiqiy Tavrot ana o'sha ahd sandig'ining ichida deyiladi. Lekin ba'zi rivoyatlarga ko'ra, miloddan avvalgi 7-asrda Ossuriya qiroli Sanxerib Quddusni zabt etadi va u yerda yashayotgan yahudiylarni o'zi bilan poytaxti bo'lgan hozirgi Iroq hududiga olib ketadi. Bu davrda surgun qilingan yahudiylar orasida Aliyasa alayhissalom, ya'ni payg'ambar ham mavjud bo'lgan. Aliyasa alayhissalom Ilyos alayhissalomning o'rinbosari sifatida tanilgan va shu sababli ahd sandig'i Ilyos alayhissalomdan Aliyasa alayhissalomga o'tgan edi. Va shundan keyin esa ahd sandig'i g'oyib bo'ladi. Uning taqdiri va joyi noma'lumligicha qoladi. Ya'ni oxirgi omonat qilib qoldirilgan payg'ambar Aliyasa alayhissalom edi. Ehtimol ahd sandig'i Ossuriya qiroli Sanxeribga o'tgan bo'lishi ham mumkin. Ya'ni uni Aliyasa alayhissalomdan olib qo'ygan bo'lishi ham mumkin, chunki Sanxerib muqaddas narsalarga alohida qiziqish bildirardi. U tarixda Nuh alayhissalomning kemasini topgan birinchi podshoh sifatida tanilgan. Chunki Sanxerib Judi tog'ida joylashgan Nuh kemasining izlarini topgan va o'zining nomini abadiylashtirish maqsadida 4 ta toshga o'z rasmini o'yib yozdirgan edi.